Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli Matiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar. Bugun haftani yakshanba Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. Ko'rishingiz mumkin. Matizlar qatoridamiz. Ozgina qor yog'ib, endi erishdi arafasida. Pashta erib ham ketdi. Ko'rishingiz mumkin. Bozorimizda ozgina kamroq ekan bugun Matizimiz. Video boshidan bir dona like bosib qo'yasizlar, kanalga esa obuna bo'lib qo'yasizlar. Biz Telegram kanal ochganmiz. Yangi arzoniga soting. U joyda o'zingizni mashinangizni tekinga reklama qilishingiz mumkin. Kommentariyada linkini qoldirib ketamiz, o'tib qo'shilib qo'yasizlar. Agar kimdadir sotiladigan mashinalar bo'lsa, adminlar qo'yib qo'yganmiz. Adminlarga tashlaysizlar. Xohlasanglar dumaloq video, xohlasanglar rasm ma'lumoti bilan tashlasanglar, xudo xolasa tekinga qo'yib beramiz do'stlar. Hammani Telegram kanalimizda kutib qolamiz. O'tib bemalol qo'shilib olsanglar, xudo xolasa ishni bu yoqda ham boshlaganmiz do'stlar. Sizlarni ko'p kutirmagan holatda biz video rolikni boshlaymiz. Mana shu Matizimizdan obzorimizni boshlab ketamiz. Hozir akamizdan ma'lumotlarni olamiz akalar. Turishlari olov yonib turibdi. Bitta oldi orqalarini hamma joyini bitta ko'rsatib, keyin ma'lumotini sizlarga beraman. Xo'p. Generalniy davilnisdan qilib beraman deyapti. Yaxshiroq odam bo'lsa deyapti mana. Aka, yili probiga necha edi? 2013. Tablosi 224 ming turibdi, lekin tablosi buzilgan. Aha. Gazi, konditsioneri bor, yaxshi odam bo'lsa, okey, gen qilib beraman, lekin variantga arendaga bo'lmaydi, okey? Variant arenda yo'q. Gen bo'lsa, yaxshiroq odam bo'lsa qilib berasiz. Mana shuni. Kraskalarni qanday aytdik buni? Ikkita detal, ikkita pitno, okey, bo'ldi. Ikkita detal, ikkita pitno. Shumkalari bor. Shumkalar bor. Konditsioner, gazi bor. Konditsioner, gazi bor. Motor hadoyda texnik ishlari yo'qmi? Motor noyabrda bo'lgan, okey. 2 oydan beri o'zim haydayapman, 1,5 oy. Hadoyda bitta granat alishtirib olish kerak, okey, bo'ldi. Narxini okey, realnisi mana sizlar naqayingizga 3400 qilib beraman. 3400 oxiriga to'xtagan narxi. Qolgan, okey, boshqa $10 ham o'tilmaydi. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 99 016 20 24. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar, qolgan ma'lumotini endi telefonda gaplashib olaverasizlar akalar. Mashinamiz qanchalik tiniq, puliga arziydimi yo'qmi? Albatta kommentariyada bemalol yozib ketish imkoniyati mavjud. Like'larni esa ayamasdan bosib qo'yaverasizlar. Bugunga bittami sizda aka? Bo'ldi. Akamiz oldingi bozorlarda ko'proq Matiz olib chiqardi. Bugun esa bittagina olib chiqibdi. Bo'lmasa davom etamiz. Xo'p, 20 nomerlarda navbatdagi Matizimiz gazlari bor. Bitta ma'lumotini so'raymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul ekan? 2,5 ming dollar so'ralyapti. 2009 gaz benzinda yuradi. Probegimiz 350 ming. Bu motor hadovoy, kraska? Ishi yo'q, kraskasi bor. Kraskalar bor. Bozor ham so'radimi? 22 qavat. 22 ga bermayapsiz. Qo'shsa berasiz. Qo'shsa tepasiga Tepasiga chiqsa gaplashasiz. Generalniy bormi, yo'qmi? bor. Genam bor. Nomeringiz? 97lik. Aha. 726 81 65. Bo'ldi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Generalniy ham bor ekan. 2 qilyapti, lekin bermadim dedi. Tepasi bo'lsa gaplashamiz deyapti. Haddubga sepilgan ekan kraskasi. Qiziqqanlar aloqaga chiqib qo'yasizlar. Biz davom etamiz. Xo'sh, hurmatli obunachilar, akamizni mashinasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimi? Hamma yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Nechta bor bugunga? 3 ta bor, bittasi baraka bo'lib qoldi hozir. 3 ta. Bittasi baraka ham bo'ldi, o'zi ertalabda. Urgurdik. Mana shuni aka 23 ga qo'ymoqchi edim. 23,5 ga mana bozorda baraka bo'lib ketdi. Ha, 2300 ga. 2300 ga YouTube'ga qo'ymoqchi edim, 2350 ga sotilib ketib qoldi. O, Xo'sh, bu 2009, bu ham benzinda. 2000. Benzinda ishi yo'q. 3 ta joyida kraskasi bor aka. 3 ta joyida kraska. Mix. Mix so'raganlar uchun. Bir qo'l mashina. Bir qo'l Matiz. Balonlari ham normal. Balonlar yaxshi. Bagajda umuman muammo yo'q aka. Olasiz, minasiz. Faqat kimdir olsa nasib qilsa aka buni 22 ga qo'yaman. 2200 dollar. 2200 dollar. Oladi minadi. Ishi yo'q. Faqat Dokument qanday? Gen bo'layaptimi yo'qmi? Bu iloji boricha oformitga degan egasi genni qilib beramiz 1 yil ko'p emas. Mana shu mashinani o'tgan hafta aka
23 ga qo'yganman. Eslasangiz. Aha, 2300 ga. Va sotilib ketdi mana 2350 ga balon qo'yib berdik o'zimiz uchun. O'zi bu sotildimi? Bu ketdi, baraka bo'ldi zakarat. 2005 kraskasi родной, umuman detaliga kulish tegmagan. Aha. Bitta mana bu krloga lak sepgan faqat. O'ng tarafda. Kraska emas, lak. Kuyadi-ku. Aha. Shunga sepilgan. Lak endi kraskaga o'tadimi? O'tmaydi, agar kraska sepganda mana boshqa gap bu. Mana shu litrini ham ko'rsin, bemalol usta bilan tekshirib oladi. Bu benzinda ekan-a? Benzinda bu. Gazga yo'qmi hujjat? Yo'q. Gazi dokumentda muammosi yo'q, mana keyinga kerak bo'lsa 3 yil generalni. Ha, geni bor. 3 yil generalnisi bor. Va shu geni. Saloni ham yaxshi turibdi. Holatlari. Cho'tki. Buni oladi, minadi aka. Texnik ishi yo'q. Ходовой motor hamma narsa qilingan. Zapaskalar tushmagan. Zapaskalar tushmagan, kolonkalar, xullas video registratorlar, balon, hamma joyi zo'r. Cho'tki. Buni qancha qildik? Tozaligi uchun aka men ham balandroq olganman, 22 qilib beraman. 2002. Ha, shunda 100 dan oshiqroq qoladi. Menga. Ha. Endi tirikchilik sizlarni. Tirikchilik mani. Generalnisi bor, egadan. Geni bor. Yurgani ham halol probegacha ishlaydi. Qaytarib, to'xtatib, almashtirilib qilinmagan. Bemalol. Aka, har xil vaziyat telefon bo'lib qolyapti-da bizga. Mana mashina olamiz yo mashina sotamiz, 5 ta, 1 da. Shuning uchun mana shu Telegramdan bilib olinglar, mana shu nomer. O'tgan safar nomer qo'ymabsiz. Mana bu Telegram. Sotilgan mashina ham, olingan mashina ham haftaning yakshanba kunidan tashqari shu kanalga tushib turadi. Nomerimiz 99lik 987 47 95. Matiz bo'lsa olamiz aka, shular bari 3 tasi ham YouTube'dan kelgan. Sotiladigan Matizlar bo'lsa, uylarda kimda tanish bo'lish, mana shu akamizga murojaat qilaverasizlar. Bemalol bezatka solib ketamiz akalar. Katta rahmat, aloqaga chiqinglar bo'lsa. Malaka, charchamang. Baraka topadi mashinalardan, olsa texnik ishi yo'q mashinalarni tekshirib olganmiz. Xush, hurmatli obunachilar, bu yoqqa endi egalarni o'zlarini yana obzorimizda davom ettirib ketaveramiz. Mana nechi pul egalarni o'zida realniy narxlarni. Tog'amizdan bitta so'raymiz ma'lumotlarni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Rahmat. Rahmat, o'zi zo'rmi? Nechi pul ekan Matiz? 3000 so'rayapman. $3000 so'ralyapti. Yili probeg 332 ming yurgan 2015. 2015 yili balandroq. Kraskalar qanday? O't betida bor. O't betida bor. Motor ходовой texnik ishlaydi. Nechi pul endi realniy beraveradigan joy? Sum o'tamiz. 100 so'm o'tiladi. Geni bormi, yo'qmi? Bor. Geni ham bor. Variantga chiqmaydimi? Yo'q. Faqat naqdga geni bor. Gazi bormidi? 2022 yangi gaz balon qo'ygan. Mana 22 yangi gaz, chexol, polik, hamma rollar, Gentra roll, magnitofon, video registrator, radar. Hozir eng zo'r radar shu deyishyapti. O'sha Instagramda chiqib ketdi. Balonlari holati yaxshi. Xo'sh. 90lik 930 02 10 nomeriga bog'lansanglar, xudo xolasa shu Matiz sohibi bo'lasizlar. Rahmat ova. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul ekan Matiz? 2800 tam. $2800 kami bor. Yili probeg 400 ming probeg. Yili nechi buni? 2010. Qanaqa turibdi? Kraskasi qanday? Ha. O'zini kaliti bor ekan. Salonlari ham akkuratni yaxshi turibdi. Gazi bor ekan. Nech pulga endi oxiri berib yuboradigan joy? 2,5 ming oxiriga. Katta balon kechqurun taqdim. Yangi balon taqilgan, akkumulyator yangi, Motor apkatga qarash. motor apkatkada hali. Buni taqilganini qancha qildik? 2,5 ha? Geni? Yem bor. Geni ham bor. Bitta Yaxshi. odam. Ha. Nomeringiz? 77lik Aha. 108 0074. Bo'ldi. Do'stlar, generalniy bor, yaxshi odam bo'lsa, agar muammo qilmaydigan odamlar bo'lsa, yana ham qilib beraman deyapti. Narxga ham chiroyli narx qilib berishdi bana. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Rahmat tog'a. Charchamang, bozoringiz bersin.
Xo'sh, nechi pul ekan? Assalomu alaykum. Yaxshi. Nechi pul ekan? 3,5 ming. Yili probek 2015. Kraska Narojniy bor. narujnik bor. Motor ходовой ishi yo'qmi? Yo'q, ishi yo'q. Yaxshi. Nechi pul taqilgan narxi? 3300 beraman. 3300 gen Bor. bor, ha. Nomeringiz 99lik Aha. 124 52 52. 52. Rahmat aka. Brat bizdan oling. Qayna? Ana, kim eshitdi? Hozir. Mana shu bitta motor oldi orqalarini ko'rsatib oling. Gazlar bor. Oldi, orqa, balon. Balonlari ham yaxshi turibdi. Qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar. Mana gaz balon. Motor ходовой hamma joyi zo'r aka. Hammasi yaxshi. Qiziqqanlar bo'lsa, nomerlarni aytib o'tdik, aloqaga chiqaverasizlar aka. Rahmat aka. Qaysi Matiz? Shumi? Nechi buni yili? 2006. Aha, Hop, kraskalari o't betlarida bor. o't betida bor. Probek qancha bo'ldi? Balonlari bor. Gazi Probegi bor. Balonni yaxshi. 400 ming yurdi. Nechi pul buni narxi? 2000. 2000 dollar. O'tib berasanmi? Yo, oxirimi? 1900 qilib beramiz. 1900 ha? Nomer ayt. 94lik Aha. 615 92 92. Mana, do'stlar, 19 bo'lsa, Avto Toshkent. Hozir. Ko'rs. Bormi kanaling? Mana shunaqa avtobloger. Yo'qmi? Akkauntimni yutib oling. Voy voy. Mana shu. YouTube'da ham shunaqa. Bo'ldi. Yozib qo'y. Qo'yasiz mana mana. Inama nima? Imron avtobloger bo'ldi. Bo'pti, charchaman. Qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar, biz esa davom etamiz. Ha? Xo'sh, egalaridan. Xo'p, 2013 Matiz 126 ming bo'lgan ekan. Benzinda narxini so'rab o'tamiz. Nechi pul? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nechi pul ekan? Qancha? 4300. Bo'lish qancha aka? Gap. Xo'p, xo'p. Nomer qo'ymaymiz aka. Ma'lumotini bilib qo'ydik. Kraska? Ikkita detal, motor ходовой zo'r. Bo'ldi, rahmat. Nomer qo'yma deyishdi. Ezib yorishadi deyishdi. Bu kimdan ekan? Sizdan emasmi? Buchi? Salom. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? O'zi zo'rmi? Yo'qmi egasi? Qaysi bu bizdan? Ha, sizdan? Nechi pul ekan? 5,5 deyapmiz, kelishadigan joyi bor. 5,5 kelishadigan joyi bor. 2018 82 ming yurgan. Kraskalar qanday? Kraska toza. Bo'lishi qanchaga buni? 5200 bo'lsa beramiz. 5200 bo'lsa beriladi. Taqalganimi yo? Taqalgan. Taqalgani 500 ga. Gen Bo'ladi. gen ham bo'ladi, ha? Xo'sh, 98lik 774 1005 nomeriga bog'lanasizlar. Olganmi? Telefonda gaplashib bemalol olsanglar bo'ladi. Bitta salonlarni ichkarisini ko'rsatib qo'yamiz. Shumka ham bor. Shumkalari bo'lgan ekan. Bu oldingi bozordan bir ko'rsatganday, mana shu Matizimizni adashmasam. Qiziqqanlar o'sha nomer bemalol telefon qilib ma'lumotini olaverasizlar akalar. Biz esa davom etamiz. Xo'sh, hurmatli obunachilar, davom etamiz. 2010-yil Matiz. Xo'p, probegimiz 285 ming yuribdi. Mashinamiz benzinda. Kraskalar qanday aka? Kapot, grillo, eshik, ikkita parogida bor ekan.
benzinda. Motor hadoyida ishi yo'q, muammosi yo'q deyishyapti. Salonlarni ko'rishingiz mumkin. Holati yaxshi. Xo'p, $2600 so'ralyapti ekan. Kraska bor, telefon nomerlari. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Bo'ladigan narxi nechi pul ekan? $2300 oxirgi narxi ekan. Generalni bormi, yo'qmi? Faqat oforming, ha. Nomerni ko'rsatdi. Ishlaydi nomeringiz. Aloqaga chiqasizlar. Shu bilan videorolikimizni tugatamiz. Videoni boshida aytib o'tganimizdek, Telegram manzilimiz bor. Bemalol sotiladigan mashinalar bo'lsa bizga aloqaga chiqasizlar. Bepulga sizlarga qo'yib beramiz. Kommentariyada Telegram manzilimiz bor. Sotiladigan mashinalarning hammasini tekinga, xohlasanglar dumaloq video, xohlasanglar rasm ko'rinishda bizga tashlaysizlar. Ma'lumotlarini to'liq, narxi, yili, kraskasi, rasmini yoki dumaloq video orqali uydan turib videoga olib bizga yuborsanglar, biz kanalimizga qo'yib beramiz do'stlar. Shu bilan videorolikimizni tugatamiz. Hammaga rahmat deymiz. Videoga like bosib, do'stlarga ulashib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deymiz. Sizlar bilan kadr ortida Sunnatbek bo'ldi. Hammaga rahmat deymiz.